Shoxsiz buqa kerak deganlarga ajoyib Mickey Mouse, Simmental, Greenford limuzinlar o'ta dahshatlari. 40 mingdan 45 ming rublgacha расход qilib, 200 kilogramm, 250 kilogrammni buqa O'zbekistonga olib borish вообще невыгодный. Men sizlarga bugun 400 kilogrammdan 500 kilogrammgacha zo'r katta buqalar ko'rsataman. Dahshat, prema bomba. Bu videoni bir like bosib qo'yib, kamida 5 ta jo'rangizga tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Chorva qiziquvchi hamma bu videoni ko'rishi kerak. Sizni bosgan har bir lakingiz biz uchun juda ham muhim. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Davay ketdik. Buqalarni ko'ramiz. Bombalarini. 285 rubldan buqalarda o'ta dahshati, o'ta tinig'i, kal varianti, to'qol varianti короче. O'zini narxi Rossiyadagi 285 rublda 450 kilogramm o'rtacha живой весga ko'paytirganda 128.250 chiqadi. Chiqqan summaga 45 ming rubl расходni qo'shsak, dokument, mashina, O'zbekiston dokument, itakdalik hammasi 173.250 chiqadi. Bunga ko'paytiramiz, kurs 147 bugungi kurs. 25.467 O'zbekistonga borish narxi. O'zbekistonda bunaqa buqalarda 450 kilogrammlik buqalarning narxini realniy insof bilan kommentariyaga yozib ketinglar. Qanaqa narxda? Video yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga tarqatib qo'yish eslaringizdan chiqmasin. Paroda Simmental, Greenford, Mickey Mouse limuzinlari ham bor ichida. O'ta tiniq, chiroyli variantlari. Shunaqa variantlarni ko'rishni xohlasanglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar, xudo xolasa. Rossiyadan O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga 21 kun karantini bilan общий ajdanamiz 1 oy zakaz olaveramiz. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh.